Har qanday davlatning ertangi kuni yoshlarning bilim va tarbiyasida namoyon bo'ladi. Shu bois ham dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari avvalo ta'limni rivojlantiradi. Inson kapitaliga sarmoya kiritadi. O'zbekistonda ham keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida aynan inson qadri va uning ta'lim olishi turibdi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda degan ezgu g'oya bugun davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Assalomu alaykum. Agar tarixga nazar tashlasak, har qanday buyuk yuksalish va sivilizatsiyaning zamirida avvalo ta'lim, ilm va ma'rifat turganiga guvoh bo'lamiz. Bugun O'zbekistonda kechayotgan islohotlar shunchaki davlat dasturi emas, bu millatning o'zligini anglash, o'z kuchiga ishonish va porloq kelajakni o'z qo'li bilan yaratish harakatidir. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tizimli tashabbuslar bugun maktabgacha ta'limdan tortib, eng nufuzli prezident maktablarigacha qamrab oldi. Bu yangi asrning yangi ilm xaritasidir. Har safar bu haqida gapirgan o'zim ham to'lqinlanib ketaman. 2017-yili yanvar oyida Buyuk Britaniyada malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lganman va u yerda bizni o'sha Shotlandiyaning Glazgo shahrida joylashgan xususiy maktabga taklif qilishgan dars kuzatishga. Borganmiz, darslarni kuzatganmiz va vaholanki bu xususiy maktab juda katta miqdorda ota-onalar pul to'lab farzandlarini o'qitishadi, lekin sharoitlari juda zo'r. Darslari, to'garaklari va o'sha yerda men juda chin dildan xohlaganman o'zimizda ham shunaqa maktab bo'lishini. U maktab infrastrukturasi, joylashuvi, darslarning tashkil qilinishi, o'quvchilarning fanlarni tanlab o'qishi menda alohida hayrat paydo qilgan va juda ham xohlaganman o'zimizda ham shunaqa maktab bo'lishini. Oradan ko'p ham o'tmadi. 2019-yili prezidentimizning 4199-sonli qarori bilan prezident maktablariga asos solindi. Men hech ham ikkilanmay hujjatlarimni ingliz tili o'qituvchisi lavozimiga topshirganman va muvaffaqiyatli qabul qilinganman. Ko'z bilan ko'rayki, xuddi shu Yevropadagi juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan xususiy maktab sharoitlari o'zimizda ota-onalardan hech qanaqa moliyaviy ko'maksiz to'liq hukumat tomonidan moliyalashtirilgan holda tashkil qilindi. Maktabni joylashuvi xuddi o'zim Glazgoda ko'rgan maktabdek. Ya'ni shu o'rinda o'qituvchi sifatida men faxr bilan ayta olaman, bizda ham dunyo tan olgan mamlakatlardagi kabi iqtidorli, iste'dodli bolalarimiz juda ko'p. Yangi O'zbekiston ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishdir. Bugun prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar tizimi nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro maydonda ham o'z natijalari bilan e'tibor qozonmoqda. Agentlik tizimidagi maktablar soni 234 taga yetdi. Prezident maktablari 2019-yili 4 ta hududda ochilgan bo'lsa, ya'ni Toshkent shahrida, Nukus shahrida, Namangan va Xiva shaharlarida ochilgan bo'lsa, hozir 2026-yilga kelib prezident maktablari soni 14 taga yetdi. Ya'ni bu degani O'zbekiston hududining har bir markazida prezident maktabi mavjud. O'zi prezident maktablarining maqsad va vazifalari davlatimiz tomonidan bizga belgilab berilgan, ya'ni yurtimizdagi iqtidorli yoshlarni shaffof, adolatli test asosida saralab olib, ularni O'zbekiston kelajagiga hissa qo'shadigan liderlar qilib tarbiyalashdan iborat. Aynan Toshkent shahridagi prezident maktabi ilk ochilgan prezident maktabi bo'lib, davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan tashkil etilgan va hozirda ayni paytda bizda 168 nafar o'quvchimiz ta'lim olib kelmoqda. Prezident maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz ilm olish bilan birgalikda tadqiqot ishlari bilan ham shug'ullanishadi va bu ularni kelajakda nufuzli universitetlarga hujjat topshirishida, portfolio tayyorlashda juda muhim omil hisoblanadi. Jumladan o'tgan yili Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilgan Zayd barqarorlik mukofoti sovrindori bo'lishgan bizning o'quvchilarimiz va davlat rahbari tomonidan avtomobil bilan taqdirlangan. Bundan tashqari prezident maktablari ochilgan paytida lokomotiv maktab deb atalgan. Sababi prezident maktablar nafaqat bu maskanda ta'lim olayotgan 168 nafar o'quvchi uchun, balkim
umumta'lim maktablarida ham tahsil olayotgan iqtidorli, liderlik qobiliyati bor boshqa o'quvchilar uchun ham alohida dasturlar va loyihalar amalga oshirib kelmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan 9 ta ijod, 2 ta sport, 202 ta ixtisoslashtirilgan maktablarimiz o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom etyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana bu maktablarda 2026-2027 o'quv yilidan boshlab yana 21 ta yangi ixtisoslashtirilgan maktablarimiz, muhandislik maktablarimiz, xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarimiz hamda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablarimizning hududlardagi filiallari tashkil etiladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad iqtidorli yoshlarimizni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash, ularga bo'lgan davlatimiz rahbarini, davlatimizni bo'lgan e'tiborini hamda O'zbekistondagi yoshlarning iqtidorini, iste'dodini dunyo minbarlariga olib chiqishdan iborat. Bugun bitiruvchilarimiz dunyo reytingida eng yuqori natijalarni qayd etib kelayotgan universitetlarni 100%lik to'liq grantini qo'lga kiritib talabalariga aylanib kelmoqda. Bugungi kunda 2026-yilda o'quv yilini bitiruvchilari 189 maksimal ballni to'plab muddatidan oldin talabalik baxtiga muyassar bo'ldi. Kuni kecha xabaringiz bor, Kolumbiyada fizika bo'yicha xalqaro olimpiadada ham O'zbekiston yoshlari bronza, kumush medallarni qo'lga kiritdi. Bularning hammasi davlatimiz rahbari tomonidan ta'limga, bolalarga, O'zbekiston ta'limiga bo'layotgan e'tiborning yorqin namunasi. Hattoki o'sha ijod maktablaridagi hali 16 yosh, 14 yoshdagi bolalar ham birma-bir ijodkorlar bilan birlashib, o'zlarini so'zlarini, o'zlarini satrlarini aytish orqali yosh ijodkorlarning zomin seminariga ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lib, mana shu seminardan yuqori natija qayd etgan yoshlarimizni ilk kitoblari nashr etilishi, yo'lga qo'yilishi ham bu bugun ta'limdagi katta natijalardan biri deb tan olsak bo'ladi. O'quvchilarimiz xalqaro Mendeleyev kimyo olimpiadasi, Al-Xorazmiy nomidagi matematika va informatika, Abu Rayhon Beruniy nomidagi kimyo olimpiadalarida yuqori natijalarni qayd etmoqda. Tarixda ilk bor O'zbekiston terma jamoasi xalqaro informatika olimpiadasida bronza medallarni qo'lga kiritgan ham IT ta'limga qaratilayotgan e'tibor samarasidir. Yoshlarning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari mamlakat ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasidir. So'nggi 6 yil davomida o'quvchilarimiz 70 dan ortiq nufuzli xalqaro va mintaqaviy fan olimpiadalarida ishtirok etib, jami 276 ta medalni qo'lga kiritdi. Shundan 44 tasi oltin, 80 tasi kumush va 152 tasi bronza medallardir. Joriy yilda Toshkent shahrining 58-chi xalqaro kimyo olimpiadasiga mezbonlik qilish ham mamlakatimiz ta'lim tizimiga xalqaro hamjamiyat tomonidan bildirilayotgan ishonchning yorqin ifodasidir. Bu yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalangan o'quvchilarimiz ertaga top universitetlarda o'qish bilan bir qatorda aynan o'zbekistonlik yoshlarni ilmiy potensialini ham butun dunyoga namoyon qilishadi. Va yana bir muhim jihati alohida iqtidorli o'quvchilar uchun alohida zamin. Shu bilan birga umumta'lim maktablarda ham o'quv dasturlarini, darsliklarini, o'quv tizimini yanada mukammallashtirish bilan bir qatorda yanada bu sohani rivojlantirish uchun alohida fan olimpiadalar markazi. Biz o'zimiz ham misol o'quvchi paytimizda olimpiadaga borganimizda olimpiadani olganda rasmiyatchilik o'tkazilgan bir payt bo'lgan, lekin hozirgi kunda olimpiada bir alohida mavzuga aylandi, alohida bir harakatga aylandi. Nafaqat olimpiadani o'tkazish, ularni o'quvchilarni olimpiadaga saralab olish, balki xalqaro olimpiadaga O'zbekiston terma jamoasini saralab olish yangi bosqichga chiqishi. Aynan xalqaro olimpiada O'zbekiston terma jamoasi bilan ishtirok etish uchun barcha zarur sarf xarajatlar aynan davlat tomonidan qoplab berilishi va 2019-yildan boshlab xalqaro olimpiadada g'olib bo'lgan o'quvchi va uning ustozlariga pul mukofoti berish tizimi joriy etilishi, aynan hurmatli yurtboshimiz tomonidan aynan bunga imkoniyat yaratilishi olimpiadaga qiziqayotgan o'quvchi va uning ustozlarini bir uyg'otdi desak ham bo'ladi va o'tgan 2025-yilda yana bir bu sohani yanada bir yangi bosqichga olib chiqish uchun hurmatli yurtboshimiz tomonidan beriladigan pul mukofotini 5 baravarga oshirilishi.
endi nufuzli olimpiadalarda g'olib bo'lib oltin medallarni qo'lga kiritayotgan o'zbekistonlik yoshlar aynan davlatimiz rahbari prezidentimiz tomonidan ajratilgan 1 milliard pulni olishadi. Ya'ni bu ilm ketidan ayni milliarder bo'lish va bu hammani aynan shu sohalarga bo'lgan qiziqishini yanada rag'batlantiryapti. Men o'ylaymanki, bu o'zbekistonlik o'quvchilar aynan yaratilayotgan imkoniyat, qilinayotgan e'tiborni mevasi sifatida O'zbekistonimizga oltin medallarni olib kelishadi va O'zbekiston yoshlarining ilmiy potensialini xalqaro maydonda qanaqa ekanligini namoyon etishadi. Bunga misol uchun Balkan matematika olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasining 5 ta oltinni qo'lga kiritishi misol uchun juda bir katta quvonchli, butun bir xalqaro maydonda ham juda bir yaxshi pozitiv qabul qilindi. Va yana bir muhim jihat aynan O'zbekistonga nufuzli xalqaro olimpiadalarni o'tkazish ishonib topshirilishi. Bir paytlari aynan ma'lum bir yillar oldin O'zbekiston nufuzli olimpiadalarda ishtirok etishni orzu qilgan. Ayrim paytlari o'quvchilar bu olimpiadalarda ishtirok eta olmagan ham. Lekin hozir qarang, biz nafaqat ishtirokchi bu olimpiadalarda, biz hozir o'sha olimpiadalarga mezbonmiz. Butun dunyoni 96 ta mamlakatdan kelgan o'quvchilar aynan bu olimpiadalarda o'quvchi sifatida ishtirok etishadi. O'zbekistonimizning boy madaniy tarixi bilan tanishish bilan bir qatorda o'zbek olimlarining ilmiy salohiyatiga ham o'zlarining yuqori baholarini berishyapti. Bugungi ta'lim islohotlari faqat maktab ta'limi bilan chegaralanmayapti. Zamonaviy iqtisodiyot talab qilayotgan yangi kasblar, zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt yo'nalishlari ta'lim dasturlariga kirib kelmoqda. 1 million o'zbek dasturchilari loyihasi doirasida 1 million 700 ming nafardan ortiq yosh dasturchilar bilim olishdi. 5 million sun'iy intellekt yetakchilari tashabbusi doirasida esa 59 mingdan ortiq o'quvchi xalqaro sertifikatni qo'lga kiritdi. Shuningdek, maktablarda xorijiy tajribani keng joriy etish maqsadida 1500 nafardan ortiq xorijiy mutaxassis va til egalari faoliyat yuritmoqda. Ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida bugungi kunda umumiy qiymati 400 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan 17 ta investitsiya va 13 ta grant loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar zamonaviy laboratoriyalar, yangi metodikalar, innovatsion o'quv dasturlari va xalqaro tajribani mamlakatimizga olib kirishga xizmat qilmoqda. So, being part of the International Chemistry Olympiad. Xalqaro kimyo olimpiadasi orqali biz bir necha yildan buyon O'zbekiston o'quvchilarining ishtirokini kuzatib kelmoqdamiz. Ayniqsa ularning yildan yilga natijalari sezilarli darajada yaxshilanayotgani katta taassurot qoldirdi. Bu avvalo o'quvchilarning mehnati, ustozlarning fidoyiligi, oilalarning qo'llab-quvvatlashi hamda ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor samarasidir. O'zbekiston ta'lim tizimining muhim jihati yoshlarni o'z qiziqishlarini rivojlantirishga, tinimsiz izlanishiga va murakkab masalalarga yechim topishiga undashidadir. Aynan shu yondashuv Xalqaro kimyo olimpiadasida ham yuksak natijalar berayotganini ko'rish mumkin. Ko'rsatuvimiz davomida tilga olingan raqamlar va faktlar shunchaki tarqoq ma'lumotlar emas. Ular o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan yagona va izchil tizimning natijasidir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ta'lim siyosatining bosh xususiyati ham aynan uning bosqichma-bosqich va izchil ekanligidadir. Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar zanjirli xarakterga ega. Maktabgacha ta'lim sifatini yaxshilamasdan turib, umumta'lim maktablarda va boshlang'ich ta'limda natijaga erishib bo'lmas edi. Umumta'lim maktablarida sharoit yaratmasdan turib,
Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun baza yaratish imkonsiz edi. Bugun ana shu izchillik o'z mevasini bera boshladi. Ta'limga kiritilayotgan sarmoya va e'tibor bu bugungi kunning xarajati emas, balki mamlakatimizning ertangi iqtisodiy mustaqilligi va xavfsizligi uchun qo'yilgan eng to'g'ri va muqobil qadamdir. Prezidentimiz ta'kidlagandek, faqat bilimli va raqobatdosh kadrlargina davlatni yangi bosqichga olib chiqa oladi. Bugun boshlangan izchil islohotlar esa bu borada yagona va to'g'ri yo'l bo'lib xizmat qiladi. Yangi uyg'onish yo'lda, yangi manzillarda ko'rishguncha.